Ish qilib arzon berib yubormadimmi? Ro'zaga ham skidka qilasizlarmi degan klientlarimizga mega skidka qilib beraman. Mendan ketibdimi? Boshlig'im cho'ntagidan ketadi. Bir kuydiray boshlig'imni $750 spalniy polniy naborni videoda oxirigacha ko'ring. Vaqti tushirib beraman. Mana o'sha nabor skidka qilib beraman degan naborim. Sizlar kommentariyaga o'zingizlar taxminiylar yozinglar, necha foiz yoki qancha skidka qilib beraman. Men hattoki o'sha kommentariyadagi taxminiylardan ko'ra arzonroq qilib beraman bu naborni. Nabor ichiga kiradi shkafi, 6 eshikli shkaf, divani 220 ga 170, mana bunday ikkita tumbasi va albatta mana bunday chiroyli shakldagi tryumosi. Nomi Oqqush. Polniy fasadi MDF va krashinli qilingan. Mana e'tibor bersanglar, bo'yalgan bu. Endi taxminiylarni solishtirib ko'ringlar. Kommentariyada $700 deganlar adashdi, $650 deganlar ham, $600 deganlar ham adashdi. Chunki men ushbu spalniy naborni $570 ga shundoq skidka narxida berib yuboraman. Ish qilib arzon berib yubormadimmi? Yana boshlig'imga tashab qo'ymanglar bu videoni.